Biz jonli efirdamiz aziz do'stlar. Siz Mahalla telekanalida Mahalla tongini tomosha qilyapsiz va bugungi kunda mahalla institutlari faoliyati alohida bir e'tiborga molik. Aynan mana shu mavzuga davlat siyosati darajasida ahamiyat berilyapti mamlakatimizda va buning natijasini siz va biz real hayotda ko'rib turibmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun biz Toshkent viloyati Qibray tumani Ko'prikboshi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Dilafruz opa Kamolovani studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. kelibsiz. Dilafruz opa. Yangi Yangi yil muborak bo'lsin. Sizlarga ham yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat. Yangi yil hammamizga omad, zafarlarga to'la yil bo'lsin. Xuddi shunday, sizga ham xuddi shunday yil kelsin. Rahmat. Va mana 2026-yil O'zbekistonda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu mahalladagi institutlarni ham rivojlanishiga katta bir turtki va yo'l bo'ladi degan umiddamiz. Kuni kecha shu davlat rahbarimizni Oliy Majlisga O'zbekiston xalqiga murojaatlarimizni juda hayajon bilan eshitdik. Shu 26-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilganlaridan keyin hammamiz ich-ichimizda juda ham xursand bo'lib ketdik. O'zimdan ham avvalo mahallaga juda e'tiborlari baland edi. Davlat rahbarimiz katta edi. Shu murojaatnomadan keyin hammamiz hayajonlanib, hamma turib qarsiyalar chalib, bir 5 minutda hamma qarsiya chalib turdi. Juda xursand bo'ldik. Mahalla o'zi davlat bilan xalq o'rtasida bog'lab turuvchi ko'prik hisoblanadi. Biz shu chiqarilgan farmonlar, qarorlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari hammasini biz xalqqa yetkazuvchi biz. Shu yil hisoblanganidan juda ham xursandman. O'zim lekin bu o'ziga yarasha mas'uliyat ham beradi-da baribir. Sizga o'xshagan mahalla fuqarolar yig'inlari raislariga, mahalla yettiligi oldiga katta bir maqsadlarni qo'yishni ham talab qiladi. Mahalla faollariga, mahalla yettiligiga mana nuroniylarimiz bor, bankirlarimiz, agentlarimiz juda katta mas'uliyat yuklandi. Biz juda ham xursand bo'lib ketdik. O'zim 2025-yili 28-may kuni saylovlar bo'ldi. Saylovda rais bo'lib saylandim. Birinchi muddatim rais bo'lib faoliyat olib borayotganimga xalq ishonchini qozonib, shu kuni 28-may kuni rais bo'lib saylandim. Mahallamizda 5887 ta aholimiz bor, 1171 ta xonadonimiz bor, 1701 ta oilalarimiz bor. Qibray ham iqtisodiy zonalarimizdan biri hisoblanadi. Demak, bu hududda mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lish ham ancha-muncha mashaqqatli. Shu mahallangizni ham hokimsiz, ham onasiz, ham otasisiz mahallada, lekin inson juda ham sevib, men ishimni juda ham sevib yaxshi ko'raman. Shuning uchun menga hech oxirchiligi bilinmaydi. Juda ham yaxshi va nazarimda endi oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz ham ko'pda. Albatta. Va ularni ham amalga oshirishga sizga katta kuch kerak va yoningizda o'sha qanot bo'ladigan insonlar ham kerak. To'ppa-to'g'ri gapingiz. Uni hech kim bir o'zi qila olmaydi. Mahalla yettiligimiz shunaqa hamjihat biz, nuroniy ko'cha boshilar, faollar biz juda hamjihat biz. Kunim shu rais bo'lib saylangandan keyin eng katta muammolarimizdan biri hal bo'ldi. Shu mahallamizda Qorasuv ko'chasi mavjud edi. 125 ta xonadon toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan ekan. Shu rais bo'lib kelgandan keyin ko'cha boshlarimiz olib kelishdi, muammolarni aytib kelishdi, bir dalil xatlar olib kelishdi, murojaat qilingan. Men o'zimga aytdim, shu bu yil sizlar shu 25-yil shu 6 oylik ichida sizlarni toza ichimlik suv bilan ta'minlaymiz dedim. Xudo xolasa aytganim bo'ldi. 125 ta xonadonga 2,5 kilometrdan toza ichimlik suvi tortib kelib, o'rnatilib qo'yilib, mana hozirgi kunda aholimiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. O'zim ham xursandman. Mahalla fuqarolari ham xursand, to'g'ri raisni Mahalla talab fuqarolari ham xursand. Tuman hokimimizga ham rahmat, tuman suv oqova bo'limlariga ham rahmat. Hammamiz hamjihat bo'lib, hashar yo'li bilan aholi hamjihat bizda. Shu ishlarni amalga oshirdik. Infratuzilmasini yaxshilash maqsadida beton eskirgan yog'och stabalarini almashtirdik. Yangi sip kabellar tortildi. Mana yaqinda ertaga xudo xolasa transformator kelyapti yangi. Xullas, mahallamizni rivojlantirish uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Juda ahil bilan hamjihat biz. Tumanimizda hamkor tashkilotlar bor. Ular bizdan hamjihat bo'lib ishlab kelyapmiz. Shuning uchun ish unadi. Bo'lmasa ish unmaydi. Inson o'zini ishini qanchalik sevsa, qanchalik mehr bo'lsa, shuncha ham baraka kelaveradi mahalla. Aytadilar-ku, davlat rahbarimiz shu gaplari menga juda katta motivatsiya beradi. Mahalla tinch bo'lsa, yurt tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa,
yurt obod bo'ladi degan gaplari menga motivatsiya berib turadi. Men shuning uchun ishimni sevib yaxshi ko'rganimdan mana sizlarga ertalab soat oxirli turib keldim. Yetib keldim shu joydan, Baytqo'rg'ondan. Bir necha daqiqa, menimcha 1 soatdan ko'proq yo'li. 1 soatda 10 minutlik yo'l ekan. Katta rahmat kelganingiz uchun. Endi Dilafruz opa, biz oldindan shu o'rganib qolganimizda oqsoqol, rais desa yosh katta nuroniy otaxonlarni ko'rishga yoki onaxonlarni ko'rishga siz ko'rinib turibdi, yoshsiz. Va shunday paytlar bo'ladiki, ba'zan tajribaga tayanilish kerak bo'ladi. Bunda ham mana nuroniylar haqida boshida birrov gapirib o'tib ketdingiz. Ularning maslahatiga tayanasiz. Ular bilan yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'ygansiz. Avlodlar nima deydi, uchrashuvlari tashkil etilib turiladi mahallada. Shu haqida ham aytib bering. Mahallamizda shuni mustaqilligimiz 34 yiligi munosabati bilan nuroniylar bilan hammamiz hamkorlik, hamjihatlikda 3 avlod uchrashuv o'tkazdik. 28 eng birinchi tadbirim edi, rais bo'lib saylanganimdan keyin 120 o'rinlik o'zimizni Qizil ko'prik tantanali saroyimiz bor. Shu yerda 120 o'rinlik dasturxon yozilib mehmon qildik. Ya'ni mehmonlarimiz 40 yil, 50 yil, 60 yil, 70 yil umr murosa qilgan oilalarimizni chaqirtirdik, yosh avlodni, maktab o'quvchilari, o'rta avlod hammaligini chaqirib, ularni yoshlarga o'zligini tajribalarini ibrat bo'lishdi, ularga sovg'a salomlar, tashakkurnomalar juda xursand bo'lib hamkorlikka yo'lga qo'ydik. O'zim ham juda xursand bo'ldim qilgan ishimdan. Ular ham juda motivatsiya olishdi. Shunaqa zo'r rais keldi degan mahallamizga keldi. Xursand bo'lib ketishdi. O'zim ham xursand bo'lib ketdim. Mayli, nima desam bo'ladi. Bu ishimiz mahalla raisi, o'zim ham 3 ta nabiram bor, kelinlarim bor, kuyovim bor. O'xshamaysiz. Ha, neva quda Andaliya ayolman. Xudoga shukr, oilamiz, qizlarim irrigatsiyani bitirgan qizim, 2 nafar farzandi bor. O'g'lim Davlat agrar universitetida o'qiydi, kelinim fizkulturnikda o'qiydi, farzandlari bor. Hammaligi o'zini oilasi bilan tinch. Shuning uchun oilangiz tinch bo'lsa, bemalol ishlaringizni ham qilaverasiz. Ko'nglingiz xotirjam ekanda. Endi shuning uchun ham birovning o'sha muammosini o'zingizni ko'nglingiz xotirjamlikda bemalol hal qila olasiz. Endi hozir o'zingizni ishingiz haqida shunaqangi to'lib, toshib, hattoki shu ko'zingizdagi yosh bilan gapiryapsizki, o'zingizni shu qadar ishingizni yaxshi ko'rishingizni bilib turibmiz. O'zi mana shunday mahalla raisi bo'lganda qanday eng asosiy jihat kerak bo'lar ekan insonga? Mana sizni ozgina shu tajribangizdan kelib chiqqan holda. Mahalla raisi bo'lganingizda eng xotirjamlik, osoyishtalik, mahallani hamjihatligi, nuroniylar, mahallamiz, hokim yordam hammamiz bitta tom ichida aytadi-ku, bir tom ichida xuddi bizani mahalla ikkinchi uyimiz. Men ham ertalab oxirli hamma 9 dan ishga, men 8 dan borib olaman. Mahallani eshiklarini ochib, gullarimga suv quyib, hammaligini kutib olaman. Aytdim-ku, qancha yaxshi ko'rsangiz shuncha baraka kelaverar ekan. O'zim ham xursandman. Mana yaqinda yashil makon boshlandi. Yashil makonda bizlar har bitta xonadonimizga 1170 bitta xonadonimizga mevali daraxtlar ekdik. Manzil 1,5 mingga yaqin manzarali daraxtlar, ko'chatlar ekdik. Juda ham hozir ko'chalarimiz, mozor yo'llarimiz bor, qabriston yo'llarimizni juda ham obodonlashtirib, chiroyli qilib qo'ydik. Har kuni obodon xodimlari, biz katta yo'l yuzida, biz har kuni avtoyo'l obodon xodimlari tozalab o'tib ketishadi. Uni parvarishiga ham alohida e'tibor qaratamiz. Hozir bizda reklama vaqti ekan. Reklamadan keyin qaytamiz. Aziz do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Marhamat. Aziz do'stlar, bu mahalla tongi biz jonli efirdamiz va mamlakatimizda mahallalarga, mahalla fuqarolar yig'inlariga qaratilayotgan e'tibor haqida Qibray tumanidagi ajoyib bir mahalla misolida suhbatlashyapmiz. Toshkent viloyati Qibray tumani Ko'prikboshi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Dilafruz opa Kamolova studiyamiz mehmonilar. Dilafruz opa, yana bir marta xush kelibsiz. Rahmat. Dilafruz opa, mana Toshkent shahridan kelayotgan mahalla fuqarolar yig'inlari raislari doimiy ravishda
kezi kelganda maqtanib bir narsani aytadi. Bugun davlat tomonidan yoshlarga, ayollarga, yosh oilalarga, ishsizlarga, nisbatan kam ta'minlanganlarga qator imkoniyatlar berilyapti. Bu islohotlar natijasida mono markazlar tashkil etilyapti, o'qishlarga jalb etilyapti. Ishsizlar degan bir fikrlarni ilgari surishadi-da. Menimcha Qibray tumanida ham, aynan siz faoliyat yuritayotgan mahallada ham bu islohotlar chetlab o'tilmagan. Yo'q. Shu haqida gapirib bering. Mahallamizda Ko'prikbosh mahalla fuqarolik yig'inida yaqinda xatlovlar o'tkazildi. Xatlov natijasida shu qabul mayda ish boshlagan bo'lsak, iyun oyida qabul qilganimizda bizda 60 ga yaqin ishsizlar ro'yxatda turgan ekan. Ishsizlar bilan biz shunday manzilli ishladik. Yonimizda tekstil ochildi. Shunda mahalla binoyim oldida tekstil ochilgan, Baytek degan. Xotin-qizlarimizni doimiy ish bilan band qildik. Keyin murojaat qilib kelishdi, tadbirkorlik qilaman deganlar. Bizda bilasiz, har bir oila tadbirkor dasturi asosida 33 milliongacha kreditlar ajratildi. Hozir uylarida ayollarimiz chorva bilan, dehqonchilik bilan, keyin o'sha kredit olgandan keyin uyda shirinliklar pishirib, do'konlarga o'tkazishadi. Subsidiyalar ajratdik, yoshlarimizni o'qishga yo'naltirdik, 3 oylik kurslarimiz bor, o'qib kelishib, ular sertifikat olgandan keyin doimiy ishlar bilan band qildik. Xullas, ishsiz o'sha birinchi toifa ishsizlar toifasida turgan xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni doimiy ish bilan band qilib, asosiy kreditlar har bir oila tadbirkor yo'nalishida, biznesga birinchi qadam yo'nalishida kreditlar ajratib, hozirgi kunda shuni orqasidan bola chaqasini, oilasini tebratib kelmoqda. Migratsiyada yurgan fuqarolarimiz bor edi. 26 ta migratsiyada yurgan fuqarolarimiz 12 nafari qaytib, 25-yil noyabr-dekabr oylarida qaytib, ularni ham doimiy ish bilan band qildik. Hozirgi kunda 4 million, 4,5 million, shu 5 million atrofida oylik olib, o'zini oilasini tebratib kelmoqda. Qolganini hokim yordamchimiz o'zlarining Telegram, WhatsApp orqali ular bilan suhbatlash. Mana shu yil 26-yilda ular ham qaytish istagidalar. Oila bag'rida bo'ladi, farzandlari bor. Hozir masalan u yoqda ham 6 million, 7 millionga ham o'zimizda ham shu ishlar bor. O'zimiz mana shu imkoniyatlarni chiqimlarni chiqarib tashlaganda baribir shu summa bo'lib qoladi. O'zimizda mahalla hududimizda o'sha tekstillarimiz bor. Va mahalla hududidagi ijtimoiy obyektlar haqida so'ramoqchi edik. Mahallamizda 17-chi umumta'lim maktabi bor. Ijtimoiy biz ham ular bilan juda hamkorligimiz yaxshi. Har kuni yoshlar yetakchimiz, profilaktika inspektorlarimiz borib, yoshlar bilan maktab o'quvchilarini davomatini tekshirib kelishadi. Hammaligi bilan maktab direktori bilan suhbatlashib, hozirgi kunda kanikul. Bilasiz, kanikulda to'garaklar faoliyat olib boryapti. To'garaklar bilan borib, ko'rib, direktor bilan gaplashib, o'qituvchilar bilan bolalar bilan gaplashib kelib, yana ishini davom ettirib kelishadi. Ular bilan ham hamkorligimiz yaxshi bo'lgan bilan 1-oktyabr ustozlar kuni munosabati bilan juda katta 150 o'rinli yana tadbir qildik. Hamkorligida hamma ustozlarimizni chaqirdik. Nafaqada o'tirgan ustozlar ham kelishdi. Endi ularga e'tibor qilganimizdan juda ham xursand. Ularga ham tashakkurnomalar, sovg'a salomlar bilan kuzatdik. Juda xursand bo'lib ketishdi. Bog'cha yo'q ekanda hududda. Bog'chamiz xudo xolisi davlat bog'chasiga tuman hokimimizga xat chiqardik. Xudo xolisi u ham bo'lib qoladi. Lekin hozirgi kunda binoyimiz bor edi. 60 o'rinli, xudo xolis 12-yanvar kuni xususiy bog'cha ochyapmiz. Juda ham jihozlab qo'yishdi. Xudo xolis 12-da ochamiz. U yerda ham 50 nafar farzandlarimiz bog'cha 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilishadi. Mahallamiz hududida bo'lgani uchun hozirgi kuni ularga ham xursand bo'lib ketishdi. Boshqa hududlarga olib borishardi. Yaqinda ochamiz bog'chani ham. Poliklinikamiz bor. Poliklinika Baytqo'rg'onni 12 kilometr uzoqlikda
fuqarolarimiz qatnashar edi. Hozir shunday mahalla binoyimizda 50 metr uzoqda o'sha poliklinika, oilaviy poliklinika ochilgan. U yerda ham 20 dan oshiq vrachlarimiz, medsestralarimiz faoliyat olib boradi. Shu 6 mingdan oshiq aholimizga xizmat ko'rsatishadi. Unga ham aholimiz juda xursand bo'lib ketishdi. Yaqin bir qadam chiqishadi. Davleniyalar, shuncha imkoniyat, har bitta ko'chalar patronajlar biriktirilgan, ular ham borib aholi holidan xabar olishadi, davleniyalarni o'lchab kelishadi. Aholi xursand. Hozir sizni mahalladoshlaringiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ularga tilaklaringiz bo'lsa bajonidil. Mahalladoshlarimga eng birinchi navbatda yangi yil hammamizga yaxshilik olib kelsin, ishlarimiz rivojini bersin, xonadonimiz tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz safo bo'lsin, hammamizni farzandlarimiz sog' bo'lsin. Eng keragi sog'lik, salomatlik, ishlarimizni rivojini berib, yurt narsalardan hech qachon Alloh nazaridan qolmaylik. Sizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelganingiz uchun Shu shijoat sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Har doim shunday shijoatli bo'ling, yosh ko'rinib, shu mahallaga bosh bo'lib yuring. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.